Takror va takror aytaman, korrupsiya davlat taraqqiyotiga to'siq bo'ladigan, adolat va qonun ustuvorligini izdan chiqarayotgan, jamiyatda ishonch muhitini zaiflashadigan eng jiddiy tahdiddir. Bu illatga qarshi kurashish bo'yicha 2026-yilda favqulodda holat e'lon qilamiz. Aziz yurtdoshlar va hurmatli tinglovchilar, O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi korrupsiyaga qarshi murosasiz kurashni o'z faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri deb belgilaydi. Korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga to'sqinlik qiluvchi, adolat va ishonchni yemiruvchi xavfli illatdir. Prezidentimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish masalasida o'tkazilgan selektor yig'ilishlarda ham barcha sohalarda ushbu illatga qarshi qat'iy choralar ko'rish, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash dolzarb vazifa ekani alohida ta'kidlangan. Akademiyada ta'lim jarayonlari, qabul, baholash hamda moliya xo'jalik faoliyatida qonuniylik, shaffoflik va hisobdorlik tamoyillariga qat'iy amal qilinmoqda. Byurokratik to'siqlarni kamaytirish, inson omilini qisqartirish va raqamli tuzilmalarni keng joriy etish orqali korrupsion xavflarning oldi olinmoqda. Biz nafaqat yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, balki halollik va yuksak axloqiy qadriyatlarni shakllantirishni ham o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Shu bilan birga jamoatchilikning faol ishtirokisiz korrupsiyaga qarshi samarali kurashni ta'minlash mushkul. Agar siz O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasida korrupsion holatlarga duch kelsangiz, bu haqda befarq bo'lmang. Akademiyaning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limi yoki aloqa manzillari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Sizning har bir murojaatingiz ochiq, adolatli va shaffof akademik muhitni ta'minlashga xizmat qiladi. Halollik bizning bosh qadriyatimiz, korrupsiyaga nisbatan murosasizlik esa qat'iy pozitsiyamizdir. O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi